Har bir joyi o'zini urfi va odati bor. Arablar esa o'zini bilganidan qolmaydi. Zavod taqdim qilgan diska va g'ildirakni almashtirib, jazirama sahro yo'llariga mo'ljallanganini taqib olishadi. U ham bir hobbi. Agar sizga ham shaharga, sayohatga, qorli off-road yo'llariga yoki turli xil sinovlarga va yana hattoki ag'anab ketsam yuradigan afsonaviy Land Cruiser 300 talik qiziq bo'lsa, biz uni sizga turli xil komplektatsiyalari bilan O'zbekistonga jo'natib berishimiz mumkin. GX, GXR, VX, VXR 4 litrli atmosferli yoki 3.5 litrli twin turbolar ham sotuvda bor. Xohlasangiz benzin, xohlasangiz dizel va qo'shimchasiga o'q o'tmaydigan qilib ham tayyorlab yetkazib berishimiz mumkin. Narxlari esa bor yo'g'i komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda 73.500 AQSh dollaridan 105.000 AQSh dollargacha bugungi kunda baholanmoqda. Rasm, komplektatsiya bo'yicha batafsil ma'lumot yoki bojxona to'lovi qiziq bo'lsa, Telegram kanalimiz bu haqda yoritib boradi. Havola profilning yuqori qismida.